Umar ibn Abdul Aziz bu kishining kim ekanligi hammamizga ma'lum bo'lgan odam. Umar ibn Abdul Aziz shunaqa xalifatlik davrini surdi. 2 yil 4 oyda yer yuziga odillikni o'rnatdi. 2 yil 4 oyning ichida zakot bersa zakot oladigan odam qolmadi. Xalifa bo'lgan kunida, musulmonlarning amiri bo'lgan kunida ayolini oldiga kelib turib aytgan ekan, Bidoya va Nihoya degan kitobda mana shu Umar ibn Abdul Azizning hayotida aytadi. Ayolini oldiga kelib aytgan ekan, ey jufti halolim, men bugun musulmonlarning tepasidan ularning ishiga xalifa bo'lib tayinlandim. Bo'ynimga katta bir tog'day vazifani yuklashdi dedi. Endi men siz bilan haqqingizni ado etishlikka vaqt topolmayman dedi.